Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli kuzatuvchilar, bizning mahallamizda bir ajoyib bir urf-odat bor. Ya'ni bu siylik rahmga ham kirsa kerak ekan bu. Qo'shnilar yig'ilishib Eid Qurbondan bir kun oldin Arafa kuni kechqurun yig'ilishadi hamma. Har xil masalalar, savol-javoblar, bir-birining muammosini, kamchiliklarini ko'ngil so'raydi, qariya kishilardan xabardor olinadi. Ishonboy, endi siz o'zingiz bir tilovat qilib berasiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Safarda yurganlarni safarlarini bexatar qil. Bir davlatga davlat ber, bir farzandga farzand ber. Barcha mo'min yer yuzida yashayotgan mo'min musulmonlarni o'zing hamisha rozi bo'lib turadigan ibodatni qilishni nasib qil. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar.